Assalomu alaykum, hurmatli bizning kuzatuvchilarimiz. Bizda yana bitta bemorimiz tashrif buyurdi. 1 santimetrlik girija bilan. Endi biz ko'p reklama qilmaymiz, juda ko'p odamlar nimaga reklamalariga chiqmaydi, bizlar bilmaymiz deyishadi. O'sha uchun ko'p reklamaga e'tibor bermaganmiz, to'g'risi. Hozir bismillah deb shu 1 santimetrlik girijani lecheniya qilyapmiz. Xudo xohlasa hozir narsalarni ham ko'rsataman. Mana bu disk girija. Bunaqa yorilar holatga kelgan. Bemorimiz o'zi tekis yura olmaydi, mana girija mana shu holatda. Mana shu girijani davolashga mana qancha mablag' ketadi, qancha vaqt ketadi. Qancha vaqt ketadi, qancha mablag' ketadi. Fikrlaringni yozib qoldiringlar, iltimos.